siz bilan gaplashishimiz kerakligini bilganda xabar topganlar voy nima qilardingiz rosa ambitsiyasi baland o'zini juda ham yulduzman deb o'ylaydi yo'q u qiz unaqa emas Gollivudda chiqdim deb o'ylaydi u qiz juda Uzlivud bo'lib qoldik xudo xolasa dedim O'zbekistonnikida balki ajab emas dedim ya'ni demoqchimanki haqiqatdan shunaqami siz hozir ko'rsam yo'q normal gaplashyapsiz-u yulduzman balki meni oldimda shunaqadirsiz yo'q men o'zi yulduzlik kasallik narsani вообще yomon ko'raman menga yoqmaydi bunaqa narsa bu so'z anaqasi ham yulduzlik kasallik yulduzlar shunaqa chiroyli osmonda bechoralar hech kimga tegmasdan yuryapti yulduzlar shunaqa haqoratlashadi kasalga chiqarib qo'yishdi o'shada kasal chiqarib qo'yishadi yo'q nimaga unaqa narsa yo'q menda unaqa maqsadim bo'lmagan hech qachon maqsadim mashhur bo'lish bo'lmagan shunchaki san'atni yaxshi ko'raman o'zim kasbim yaxshi ko'raman nima deb o'ylaysiz bu sizni yaxshiligingizga xizmat qiladimi ertaroq tanilish yoki tez tomoshabinni joniga ham tekkizib qo'yadimi nima deb endi men aniq javob bera olmayman to'g'risini aytsam chunki kelajakda nima mani kutyapti bilmayman har kuni o'zi syurprizlar chiqib kelaveradi har kuni man hayratlanaman hayotda lekin men o'ylayman agar men buni ko'tara olmaganimda va menga agar bu narsa kerak bo'lmaganida menimcha xudo bermasdi mani bunaqa narsalarga duch keltirmasdi eshiklarni ochib bermasdi deb o'ylayman